Mana ustadan pochin. Yetib kelay deb qoldik, oz qoldi. Assalomu alaykum hamkasblar. Ko'pchilik so'rayapti, delfin provodkani montajini ko'rsatib o'ting deb. Shunga ozgina video qildim. Endi men ozgina qalinroq leskadan foydalandim. Endi rangi bor buni. Chunki videoda sal yaxshiroq ko'rinsin deb mana shu leskani tanladim. Sizlarga maslahatim oq leska ishlatinglar. Endi bu video asosan marinkaga endi qadam qo'ygan hamkasblar uchun. Chunki hech kimga aql o'rgatish niyatim yo'q. Sababi mendan kuchli ustoz oluvchilar ko'p. Meni ham hali ulardan o'rganadigan narsalar ko'p. Shuni hisobiga hamkasblar aytib yurmaysizlar. Bu yerda ikki xil usulda provodka montaji. Birinchisi mana oddiy usuldagi provodka montaji. Bunda leska mana asosiy leskaga gruz mana baylangan bo'ladi. Bu mana oddiy bitta pavolot mana ko'chirib baylangan. Tepasida buni ko'pchilik ip baylab oladi leskaga, u ham bo'laveradi. Men ko'proq ikkita nepil qilamanda o'rtasiga cho'pib qo'yib, mana shuni o'ziga baylayman ipni. Chunki pasechka berganingizda ipni o'zi ko'proq pastga siljib beradi. Shuni hisobiga men mana shu usuldan foydalanaman. Endi ixtiyor o'zingizlarda, xohlaylar bu usuldan foydalaninglar, xohlaylar ipni o'zini leskaga baylab olinglar. Unisi ham bunisi ham ishlayveradi. Bu usulni bu provodkani ikkita xatosi bor. Birinchisi mana bu toshga qisilib qolganda chiqaraman deb tortasizlar, bu toshda qirchilib mana leskalar uzilib ketadi. Uzilgandan keyin keyingi gruzni baylaysizlarda, baylaganingizda mana asosiy leska kichrayib, xullas mana kurchakka yaqin kelib qoladi. Birinchi xatosi shunda. Ikkinchi xatosi mana shu gruzni almashtirishda. Masalan, siz mana shu gruzda ovqilayotgan bo'lsangiz, ikkinchi joyga siljidingiz. Yo kattarog'ini qo'yish kerak bo'ladi bu yerga, yoki kichikroqni qo'yish kerak bo'ladi. Shundayda iloji buni yuzasida yana boshqatdan baylaysiz. Baylaganingizda shu leskangiz kichrayadi, yana shu kurchakka qarab kelaveradi. Ikkinchi xatosi shu, gruz almashtirishda. Ya'ni ko'pchilik buni og'irlik qilsa kesishaveradi, qo'rg'ochda u ham bo'laveradi. Yengillik qilsa plastinka gruzlar sotadi bozorda. Ana shu plastinkadan tepasiga yana qo'shimcha qo'yiladi. Bu usul ham bo'ladi. Bu usulda ham men yomon demayman. Bundan ham ko'pchilik foydalanadi. Lekin bundan ko'ra delfin provodka ozgina qulayroq bo'ladi. Hozir sizlarga buni ko'rsatib o'taman. Xullas akalar, mana shu qo'limdagi delfin provodka. Buni undan farqi asosiy leskaga mana oddiy osmokolli shlenkasi baylanadi. Buni uzunligi 7 sm dan 10 sm-gacha bemalol qo'yaverasizlar. Bu xizmat qiladigan joyini mana sizlarga aytib o'taman. Mana gruzni almashtirishda o'ta qulay bo'ladi. Siz aytaylik, mana gruzda ov qilyapsizda, keyingi oqimga siljidingiz, bu yerga kattalik qildi. Buni chiqarasizda, undan ko'ra kichkinarog'ini qo'yib, mana ovni yana davom ettiraverasiz. Yoki kattaroq oqimga o'tib qolsangiz, mana kattarog'ini qo'yasiz. Gruz almashtirish o'ta qulay, o'ta sodda, vaqtingizni yo'qotmaysizlar. Buni yana bitta afzal tomoni, ov jarayonida aytaylik toshga qisilib qoldi. Toshga qisilganda siz buni chiqaraman deb tortasiz. Tortganingizda leskani ozgina cho'ziluvchanligi bor. Shlenkani ozgina cho'ziluvchanligi bor. Shuni hisobiga mana gruz suv tagida qolib ketadi toshlar orasida. Lekin mana qolgan montajingiz butun chiqadi. Zapaska toshingiz orasida joyiga yana qaytarib qo'yasiz, ovni davom ettiraverasiz. Shuni hisobiga qanaqa razmerda gruz tayyorlasanglar, sizlarga maslahatim
har bitta razmerdagi gruzdan 2-3 zapas bilan tayyorlab olinglar. Chunki baliq ovida vaqtni kamroq o'tkazasizlar. Bitta gruzinglar qolib ketdimi, xuddi shu razmerdagi ikkinchi zapasni mana qo'yasizlarda, yana ovni davom ettiraverasizlar. Faqat gruzni qo'yganda o'ta mahkam qo'ymanglar, xoli ham bo'lib qolmasin. Shu o'rta holatda qo'yib qo'yasizlar. Chunki toshga qisilganda tortsangiz bu gruz pastda qolib ketishi kerakda. Shuni hisobiga bu tomondagi montajingiz butun holatda chiqadi. Endi buni ikkala usulni o'zinglar taqqoslab ko'ringlar. Qaysi biri ma'qul kelsa, ana shu usulni olib qo'yinglar. Men mana delfin provodga bu zo'r mashinadan foydalaninglar demayman. Xohlanglar mana avvalgi usuldagi mana provodkadan foydalaninglar. Mana bunda gruz oddiy mana leskani o'ziga baylanadi. Xohlanglar mana delfin usulidagi provodkadan foydalaninglar. Ikkalasini taqqoslab ko'rasizlar o'zinglar. Men sizlarga tavsiya qilmayman, unisini yoki bunisini tanlanglar deb. Qaysi biri ma'qul kelsa, shunisini olib qo'yinglar. Hammanglarga omad tilayman. Qayerga borsanglar ham, qaysi daryoga borsanglar ham, oylar baroridan kelsin, akalar, ukalar. Avvalo Xudo hammamizga rizqimizni bersin, ov jarayonida ham. Ikkinchi o'rinda ozgina tajribani oshirish kerak. Buni o'rganganinglardan keyin. Xudo xolasa natijalar zo'r bo'ladi. Shu bilan provodka montajini jarayoni nihoyasiga yetdi akalar. Endi navbat Xudo xolasa baliq oviga. Hamkasblar, ko'pchilik shalpiya qurtini qanaqa qilib beramiz deb so'rashdi. Mana bunaqa suvli shalpiyalarda mana bunga o'xshagan mana hashay bahorlar tayini keyin ochasizlar. Tashlar ichida shalpiya qurti bo'lishi kerak. Suv ichida ekan. Mana akalar, shalpiya qurti. Shunaqa bo'ladi, xudo xolasa. Bugun ovga tayyorgarlik mana mayda ham bor ekan bitta. Mana akalar. Mashinaga marinka yaxshi oladi. Qishki sezonda yoki chigitga yoki shuni singari shalpiya qurtidan foydalansanglar. Bu endi albatta yangi marinkaga yangi qadam qo'ygan hamkasblar uchun. Endi buni tajribali ovchilar juda yaxshi biladi. Ko'pchilik so'raganiga shuni bir video qilgan yerim mana mayda ham yana bitta bor ekan. Mana ikki turbaga ketyapmiz. Xudo xolasa shu yerlardan bir oqib ko'raylikchi. Mana ikki turbani perekatlari yozgi kunida yaxshi chiqadi bu yerlardan. Azizlar, mana ikki turbaga ham yetib kelay deb qoldik, oz qoldi. Bugun endi shu yerlardan oqib ko'ramiz. Zerikkanlar bo'lsa kelinglar, birgalashib olaymiz. Hamkasblar, mana ovga kelyapmiz. Mana bu Qirg'iz kanal. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Bu yerga bir ikki kelmagan ovchilarga tavsiyam, xullas yozni birinchi oy mana iyun oyidan sentyabr oyigacha bir xohlasanglar kelib bir prova qilib ko'ringlar. Bu yerdan eng kichkinasi 1,5 kilolik chiqadi. Agar 1,5 kilolik ilasa bo'lmasa undan kattalar oladi. Mana shu joy ko'proq farel chiqib qoladi shu yerdan. O'tgan yildan oldim. Ikkita ilashdi. Xullas bittasi 2 kilo, bittasi 2,5 kilo chiqdi. Kamprovatda. Mana tomoni mana 2 turba qora daryo. Hozir shu yerda probasini ko'ramiz nima ekan. Sheriklar mana tushib kelishibdi. Mana shu joyda mana ko'proq farel oladi. Olganda ham kattaroqlar oladi. Mana tomoni nasosning. Lekin tabiati ham yomon emas, chiroyli.
Xudo xolasa bizdan birinchi potchin. Bitta 15lik. Mana bizda xudo xolasa ikkinchi potchin. Yana bitta 18. Mana bizdan bitta 20lik. Olchi yomon emas, yaxshi olyapti. Mana bizdan bitta 18lik. Mana Lazil akadan Potin assalomu alaykum. Mana Lazil aka. Bitta Potin zo'ri. 18lik. Qulluq bo'lsin usta. Mana. Ha? Boshqa yerdan kelib olib shekilli, baliq ko'payib yetdi. Yeptimi? Chesni bo'pti. Mana. Baliq ko'pligidanlar. Delfin ustanovka. Mana ustadan chiqarib olasan. Tortoring. Satr ochiqligiga to'polon. Ustadan Potin. Usta 20 bora. Berar endi bir baliq ovlaymiz. Bor ekan bir 20. Yo'q, omadingiz bersin. Omadingiz bersin. Mana Mirzoxjon, yana bitta shogird boladan bitta natija. Barakasini bersin. Mana bizda xudo xolasa bitta 18 kelyapti. Ana shogird bola Odilbekdan ham bitta natija. Ve qulluq bo'lsin. Gurpaga ham bir onasi deb qo'ying endi. Assalomu alaykum grupadagilar. Charchamayapsizlarmi? Kelinglar. Chigitkaga olyapti, baliq ov qilamiz. Barakasini bersin. Mana bugungi natija. Xullas yomon emas. Bizda xullas akalar mana kattasi bitta 40, undan keyin bitta 30 oshiqroq. Qolgani ham shu 25, 22, 20, 18. Videoni kuzatib boringlar. Xudo xolasa keyingi Marinkova Zolotoy Delfin kanalida bundan yaxshiroq natijalar qilishga harakat qilamiz. Poplov montaji Delfin. Mayli hamkasblar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.